O'yin yakunlandi do'stlar. O'zbekiston milliy terma jamoamiz Portugaliyaga yirik 5-0 hisobdan mag'lubiyatga uchradi. To'g'ri, biz mag'lubiyatga uchradik, lekin o'yinchilarimiz harakat qilib o'ynashdi. Ammo ko'p joylarda xato qilishgandir, hattoki darvozabonimiz avtogol urib qo'ygandir. Lekin ularga biz oxirigacha ishonishimiz kerak, chunki bu bizning birinchi jahon chempionati o'yinimiz hisoblanadi. Muhimi, jahon chempionatiga chiqishimiz davomiy bo'lishi kerak. Ularga albatta terma jamoamizga ishonamiz. Ikkinchi G'aniyev gol kiritgan edi, lekin unga VAR aralashdi va foul deb hisoblandi va gol hisobga olinmadi. Hech bo'lmasa gol urganimizda ham sal kayfiyat bo'lar, futbolchilarda ham kayfiyat bo'lardi, lekin endi nasib qilmagan ekan, gol ura olmadik. Bitta golimiz ham hisobga olinmadi. Krishtianu Ronaldo shu o'yinda dublni qayd etdi. Men Portugaliya uchun, Ronaldo uchun bir tomondan xursandman, lekin milliy jamoamiz uchun bir tomondan xafaman do'stlar. Nima qilish to'g'risi bilmayman. Hop, bugun ertalab tongi soat 7:00 da Kolumbiya Kongoga qarshi o'yin o'tkazadi. Hali biz to'liq jahon chempionatidan chiqib ketganimiz yo'q. Ishonish kerak. Kolumbiya tarafda bo'lishga shu o'yinda majburmiz. Kolumbiya shu o'yinda g'alaba qozonish kerak. Keyin 28-kuni agar bugun Kolumbiya Kongo ustidan g'alaba qozonsa va 28-kuni biz 3-turda Kongoga qarshi o'yin o'tkazamiz. Biz agar Kongoni yutsak, katta ehtimol keyingi play-off bosqichiga chiqamiz. O'yinchilarimizga, milliy terma jamoamizga omad tilaymiz. Olg'a O'zbekiston!